To'g'ri, qoidaga rioya qilish kerak, targ'ibot qilishimiz kerak qoidalarni. Lekin buni o'sha avtohalokatlarning oldini olish yana boshqa tomoni ham bor. Men o'shani aytmoqchiman. Masalan, yo'llarimiz hozir egasiz bo'lib qolgan. Egasi yo'q, yo'llar zo'r, hammasi zo'r. Lekin qurilish bo'lyaptimi? Ikkita palasani olib, kran turadi-da, bitta yosh yigit bunday turib, bu yoqdan o'tib, bu yoqdan o'tib, uchta palasali yo'l o'zi, uch qatorli yo'l. Ikki qatorni egallab oladi-da, bir qatorni probka tirbandlik bo'lib, bir-birining orqasidan urgan mana shunaqa. Yaqinda mana Olay bozorining oldidan o'zim ketayotganimda haligi Moliya instituti bor o'sha yerda. Bor. O'tgandan keyin Moliya institutida ikkita shu unaqa avtobus yo'lini, keyin yana bitta yo'lni o'shaqa kran egallab olganda, anaqani oynasini yuvishyapti. 6 dan 20 minut o'tganda. O'sha Olay bozoridan o'shagacha 20 minutda bordik. Eng tirband paytida. Ular kechasi shunga o'xshagan ko'p narsalar, hali skuterlar ham hammasi. Endi bu yerda GAI xodimlarini aybla bo'lmaydi. Lekin GAI talaqqisi bo'ladi. Qonunimizda bo'lsa kerak, 2000-yilgacha ham shunaqa bo'lgan. GAIdan ruxsat olib, hali yo'lni, kafelarni ko'ring, yo'ldagi kafelarni. Bir qatorini egallab olgan. Qurilishdan aralashtiradigan bo'lsa, qazishlar bo'layotgan bo'lsa, qanaqasi bu? Egasi yo'q unaqa. Vazirlar Mahkamasi qarori bor, ertalab 7 dan 21:00 gacha qurilish ta'mirlashlar taqiqlash belgilab berilgan Vazirlar Mahkamasi qarorida. Keyin masalan mana yo'llarni tepa trassa ochishyapti hozir. Ochib tashlagan, to'g'rimi yo'qmi? Oldin o'sha 2000-yilgacha o'sha paytda ham oldin kovlashardi edi. Kechasi bilan ishlashardi. Kechasi kunduzi ishlashardi, 3 kun 4 kun yopib tashardi. Hozir oylab yotibdi-da, hech kim ishlamaydi deydi. Ertalab bunday yo'ldan ketganda qarasang hech kim yo'q, ishlamayapti. Shamoatni hech kim ishlamayapti. Nega ishlamaydi ular? Vaqtida demak tezroq o'shani qilish kerak. Kim ta'na qiladi ulardan? Hayronman shu yo'l egasi ruxsat bersangiz. Marhamat. Chunki vaqtimiz yakunlanyapti. Menga ham ruxsat bersangiz. Mana shu hozirgi mavzuga yarasha aytmoqchi edim. Marhamat. Fikrimni bildirib o'tsam, endi boya Islom aka boshida savol berdilarki, shuncha qilinayotgan qonun qarorlardan keyin nima bo'ldi? Yo'l transport hodisalari yoki soni kamaydimi, qoidabuzarlik kamaydimi? Men bir qiziq statistik ma'lumotni o'rtoqlashmoqchiman. Aynan 2024-yil iyun-avgust oylarida 285 mingta qoidabuzarlik aniqlangan 2 oy mobaynida. 285 mingta qoidabuzarlik 2 oy mobaynida. Endi shuncha qilinayotgan ishlar, mana misol uchun boya raisimiz ham aytib o'tdilarki, fevral oyida qabul qilingan 1033-sonli, ya'ni O'zbekiston Respublikasi qonuni ko'pchilik jarima ballar deb tushundi. Aynan ko'p qilinayotgan qaror qonunlardan keyin ushbu ko'rsatkich bo'lsa 167 mingtagacha tashkil etadi. Bu bo'lsa o'z-o'zidan 58% ga kamayganini ko'rsatyapti. Yo'l transport hodisalariga yuzlanadigan bo'lsak, aynan o'sha iyun-avgust oylarida bu ko'rsatkich 531 ta bo'lgan. Hozirgi kunga kelib, aynan o'sha o'tgan oy mobaynida 338 taga bu tushgandi. Ya'ni bu 36% ga kamayyapti. Aynan yil 24 hamda 25-yil, ya'ni 1 yil mobaynidagi fikr. Endi biz bu yoqda kelib, misol uchun ko'p mana fikrlarni indamay eshitib o'tirdik, boshqa qildik. Hammada fikr har xil, hamma o'zining pozitsiyasini bildiryaptiki, avvalo qush uyasida ko'rganini qiladi. Tarbiyani ham, bilimni ham avvalo hamma oilasidan olish kerak. Ya'ni bizga yoshlikdan otam o'rgatgan menga. Yo'lga chiqib qolsammi, bolam birinchi chapga qara, o'rtasiga yegin, o'ngga qara. Hozir ayb qidirgandan ko'ra avvalambor o'zimizdan tarbiyani boshlab, farzandlarimizga, jiyanlarimizga kerakli bilim ko'nikmalarni kerak bo'lsa, bu yerda bilasizmi, savol beradigan ko'pda, avval javob beradiganlarni ko'paytirish kerak. Nafaqat bitta partiya yoki qanaqadir ikkita tashkilot bilan emas, mahalliy yetkiligi, hokimiyat, ta'lim vazirligi kerak bo'lsa, barcha sohalarni qamrab olib turib, bitta mas'ullarni bir narsani aytib o'tsam, bir og'iz gapim bor, iltimos sizlardan. Baraka topinglar. Bir og'iz gapim bor. Men 1978-yil haydovchilik guvohnomasini Chilonzor Dasaf maktabida o'qib olganman. Bizga o'rgatishardi eng birinchi shu haydovchini odobini. Odobi qanaqa? Eng birinchi shu haydovchilik kreslosiga o'tirishdan boshlanardi. To'g'ri. Hozir 60% yoshlarni qarang, mana bunday qilib yotib oladi orqaga. Qo'liga, meni kechirasizlar, ruli qo'liga yetmaydi. Men shaxsan o'qigan paytimda shuni o'rgatishardi. V harfiga o'xshab tursin qo'ling. To'g'ri. Ekstreniy vaziyatda bunda burganingda shuni olib qochish mumkin edi. Yana o'rgatishardi. Sen o'tirgan tarafda birorta bir oyoq kiyim yoki bir o'sha paytda endi shisha butilka biror narsa bo'lmasin oyog'ingni oldida. Mashina bir sakraganda oyog'ing tegi bor, tormoz tegi turib oladi. Mana shu hozirgi bo'layotgan avariyalarni sababini oshkor qilib, mana buni oyog'im tevida baklashkasi bor ekan, buni tormozi yorilib ketgan ekan,
bu ruldan o'tib o'tirgan ekan deb hammaga ko'rsatsak bo'ladi-yu shuni. Ota-onalar ham mana o'sha yoshlik paytimizda mana bular bilishadi, bolasini yetaklab ketayotgan ayol chap qo'lida bolasini ushlab yuryapti-da, qo'li telefonda. Mana chap qo'ldan orqasidan kelayotgan mashinani ko'rmayapti. Oldin bizga doim o'rgatishardi, o'ng qo'lingda tursin bo'ladi. To'g'ri. Bu narsalarni boy aytganingizdagi kim o'rgatadi deysiz? Buni maktabdan boshlash kerak, bog'chadan, xonadondan boshlash kerak. Oddiy narsalar. Eng birinchi shofyorni odobini o'rgatish kerak. O'tirganda yotib olib mashina haydaydi, telefonda ayniqsa nimaga tirbandlik bo'lyapti? Men juda ko'p kuzataman. Svetoforni birinchi qatoriga turib olishadi, qo'lida telefon. U yonda o'zi 30 sekund yonadi. 5 sekund o'tib ketdi. Signal chalish mumkin emas, lekin majburan men signal chalaman. Chunki telefon o'ynab o'tiribdi, uni ko'rmayapti. Avvalambor Adolat Sotsial-demokratik partiyasiga katta rahmat. Bu yerda ishtirok etganlarni ba'zilari gapirishga ulgurishdi, ba'zilari gapirishga ulgurishmadi. Biz albatta kelgusi ko'rsatuvlarimizda bu dolzarb mavzuni tahlil qilishda davom etib, biz ishonamizki, Adolat Sotsial-demokratik partiyasi qonunchilikda kerakli o'zgarishlar kiritib, biz albatta barqarorlikka erishamiz. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan hozircha suhbatimizni shu yerda yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi gal efirda uchrashguncha hamkorlik uchun ham Adolat Sotsial-demokratik partiyasiga katta rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.